Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bu hayron bo'lib o'tirganingizdsizlar, ortiq nima qilib tugatildi. Yo'q, bilganlar bu yerda meni kelishimni yaxshi biladi. Chunki o'tkir bilan biz ko'p yillardan beri ko'rganmiz. Shu qo'shiq aytib yurgan paytlari kelib ustoz menga bir maslahatlar bering. Tushunmagan joylarimni o'rgating deb boshda ashulachilikni boshlab, keyin kasbini boshqa narsaga o'zgartirib ishqilib baraka topsin. Hozirgi zamonamiz talabiga ko'ra yigit kishiga 40 ta hunar oz, qancha kasb qilsa qilaveradi. Yavashli uni o'tirib ham ustida o'tirib ashulataveradi. Darvoza yasab ham ustida ashulataveradi o'tirib. Bu bir ermak. Ishqilib baraka top, sog' bo'l. Mana bir 15 marta telefon qilding. Ustoz shu kelib bir fatka o'qib, bizni yaxshi kunimizda hissangizni qo'shib ketsangiz deb aytuvding. Mana kelib qoldik. Sog' salomat bo'l. Mening tilagim shu. Bolalaring, farzandlaring baxtli bo'lsin. Kelining qutlug' qadam bo'lsin shu yerga. Mana shu o'z-o'zidan ko'paysinlar, yaxshi nevaralar ko'r, sog' salomat bo'l. Nima kasb bo'lsa, kasbingdan baraka top, omon bo'l. Hamisha yaxshi kunga kelib xizmat qilaylik. Sog' salomat bo'l. Kep yakka bir quchoqlab o'pib qo'yib, basharang oqarib ketsin, qop-qora basharang. Qandirg'ochlar uchib kelar bahorda, sillaringiz giringlari tumorda, ko'zlaringiz g'amza bilan xumorda, navbar qizlar bayramingiz muborak. Ko'zlaringiz g'amza bilan xumorda, navbar qizlar bayramingiz muborak. Kelinchaklar peshvoz chiqib navoga, ta'zim qilar sadoqatu vafoga. Ovozalar choy uzatgan kuyovga, nozaninlar bayramingiz muborak. Ovozalar choy uzatgan kuyovga, nozaninlar bayramingiz muborak. Suyukli yor ko'zlarida matonat, umr bo'yi izlamasdan farog'at. Go'daklarga bash ekolgan halovat, vafodorlar bayramingiz muborak. Go'daklarga bash ekolgan halovat, vafodorlar bayramingiz muborak.
möteber zat dünyada Onajonlar bayramingiz muborak Nabar qizlar bayramingiz